tarmoqdagi faollar, ya'ni blogerlar tomonidan davlat tashqi qarzining yuqoriligi noto'g'ri talqin qilinib kelinmoqda. Vaholanki davlat qarzini ortishi bu ijobiy holat bo'lishi ham mumkin. Vaholanki davlat qarzini ortishi bu davlatning tashqi siyosatini mustahkamlashga va shuningdek soliq buferini mustahkamlashga xizmat qilgan holda iqtisodiy o'sishni ta'minladi. Ya'ni iqtisodiy o'sishga erishdik. Qo'shni davlatimiz Qozog'istonda tashqi qarzni ortishi hisobidan iqtisodiy o'sishga erishayotganini yoki bo'lmasa Italiyani misoli mana rivojlangan davlatni so'nggi mana 24-yilda tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 135% tashkil etishi, lekin iqtisodiyoti mustahkam iqtisodiy bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama bo'layotgan davlatning tashqi qarzi ijtimoiy tarmoqdagi faollar, ya'ni blogerlar tomonidan davlat tashqi qarzining yuqoriligi noto'g'ri talqin qilinib kelinmoqda. Vaholanki davlat qarzini ortishi bu ijobiy holat bo'lishi ham mumkin. Sababi bugungi kunda mana hukumat kuni kecha hisobot e'lon qildi. Ya'ni hisobotiga ko'ra davlat qarzi 55% ni tashkil etmoqda yalpi ichki mahsulotga nisbatan. Vaholanki hukumatning 2023-yilda qabul qilingan davlat qarzini to'g'risidagi qonunda 60% dan yuqoridan oshmasligi ta'kidlab o'tilgan yalpi ichki mahsulotga nisbatan. Tashqi qarzni agar tahlil qiladigan bo'lsak, so'nggi yillarda davlat tashqi qarzini ortishi sezilarli darajada bo'ldi, lekin vaholanki davlat qarzini ortishi bu davlatning tashqi siyosatini mustahkamlashga va shuningdek soliq buferini mustahkamlashga xizmat qilgan holda iqtisodiy o'sishni ta'minladi. Ya'ni iqtisodiy o'sishga erishdik. Asosan davlat tashqi qarzi oxirgi yillarda bu xususiy va korporativ sektorda davlat tashqi qarzni jalb qilishi sezilarli darajada oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu xususiy va korporativ sektorga bu asosan xo'jalik yurituvchi subyektlar, undan tashqari o'sha banklar olgan tashqi qarzlar hisoblanadi. Ya'ni bu davlat kafolatsiz jalb qilingan tashqi qarzlar hisoblanadi. Davlat kafolati ostida olgan tashqi qarzlar oxirgi yillarda sezilarli darajada pasayishini ko'rishimiz mumkin. Agar ko'radigan bo'lsak, qo'shni davlatimiz Qozog'istonda tashqi qarzni ortishi hisobidan iqtisodiy o'sishga erishayotganini yoki bo'lmasa Italiyani misoli mana rivojlangan davlatni so'nggi mana 24-yilda tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 135% tashkil etishi, lekin iqtisodiyoti mustahkam iqtisodiy o'sayotganligini taqdim etayotgan shu statistik ma'lumotlardan ham ko'rishimiz mumkin. Bizda davlatimiz qarzini agar ko'radigan bo'lsak, ko'pchilik ijtimoiy tarmoqdagi faollar asosan davlat byudjetiga yo'naltirilyapti deydi, lekin agar statistikaga nazar tashlasak, davlat byudjetiga ham yo'naltirilyapti. Ikkinchi tomonda boshqa sektorlarni rivojlantirishga, xususan energetika sohasini rivojlantirishga, qishloq xo'jalikda infratuzilmani rivojlantirishga ham davlat qarzlarini yo'naltirilmoqda. Bu degani bu ertaga bizga u investitsiya samaradorligini iqtisodiyotimizda baribir o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu boisdan umumiy xulosa qilib aytish mumkinki, davlat qarzini baholash uchun uni chuqurroq tahlil qilgan holda, qaysi sohaga yo'naltirayotganini tahlil qilgan holda xulosa chiqarishsa, noto'g'ri fikrni shakllantirmaslikka sabab bo'lib qoladi.